Salom do'stlar, bugun men sizlarga umurtqa grijasi va bel og'rig'i sabablari haqida aytib beraman. Qani ketdik. Umurtqa pog'onasi inson uchun eng muhim bo'lgan tana a'zolaridan biridir. Umurtqa pog'onasi inson gavdasini tik tutib turishda muhim rol o'ynaydi. Va bundan tashqari, umurtqa pog'onasi orasida nerv tolalari bilan birga insonning qo'l-oyoq harakatini va insonning muvozanatini boshqaruvchi orqa miya joylashgan. Eslatib o'taman, insonda bosh miyadan tashqari yana bir miya, ya'ni orqa miya ham bor. Inson bosh miya bilan fikrlaydi, aql zakovatini ishlatadi. Orqa miya esa fikrlamaydi, faqat inson harakatlarini boshqaradi. Agar orqa miyaga shikast yetsa, inson harakatlana olmaydi. Xuddi mana shu orqa miya umurtqa pog'onasi orasida uzunasiga joylashgan bo'ladi. Endi umurtqa grijasiga kelsak. Grija qanday va nima sababdan paydo bo'ladi? Umurtqa grijasi o'rta va katta yoshdagi insonlarda ko'p uchraydi. Inson og'ir yuk ko'targanda, kam harakatlik, ko'p o'tirib ishlash va ba'zida noto'g'ri ovqatlanish ham umurtqa grijasi paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Hozir sizlar bilan umurtqa grijasi paydo bo'lishi jarayonini ko'rib chiqamiz. Umurtqa suyaklari orasida disksimon yumshoq poylar bo'ladi. Bu poylar inson harakatlanganda umurtqa suyaklariga nagruzka tushmasligi uchun amortizatsiya vazifasini o'taydi. Mana shu disksimon poylar ichida suyuqlik bor. Inson og'ir yuk ko'targanda va doimiy og'ir mehnat bilan shug'ullanganda umurtqa pog'onasi suyaklari orasidagi disksimon poylar ezilib qoladi. Natijada disksimon poy yorilib, ichidagi suyuqlik chetga oqib tushadi va mana shu joyda shish paydo bo'ladi. Mana shu ishib qolgan joy grija deb ataladi. Shish paydo bo'lishi oqibatida esa umurtqa pog'onasi orasidan o'tgan orqa miya nerv tolalari qisilib qoladi. Shundan so'ng inson faqat belida emas, oyoq qo'llarida ham og'riq seza boshlaydi. Shuning uchun umurtqasida grijasi bor insonlarning oyoq qo'llari ham og'rib turadi. Umurtqa grijasini davolash. Umurtqa grijasi bilan og'rigan odamlarga yugurish, sakrash, og'ir yuk ko'tarish mumkin emas. Umurtqada grija paydo bo'lishi bilan operatsiya qildirishga shoshilmang. Umurtqa grijasi operatsiyasi juda og'ir kechishi va qimmatga tushishi mumkin. Operatsiyadan keyin esa uzoq vaqt doimiy qoidalarga amal qilib yashashga to'g'ri keladi. Umurtqa grijasini operatsiyasiz ham davolasa bo'ladi. Buning uchun umurtqa grijasini yo'qotish uchun qilinadigan mashqlar bilan shug'ullanish kerak bo'ladi. Bu mashqlar sekin-asta umurtqa grijasini yo'q bo'lib ketishiga yordam beradi. Beldagi og'riqlar qoladi. Shu bilan birga issiqlik ovqatlar bilan ovqatlanish kerak. Sovuqlik ovqatlarni kamroq yeyish kerak va doimiy yengil harakatda bo'lsangiz foydadan xoli emas. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like qo'ying va kanalimizga qo'shiling va o'zingizning fikringizni izohlarda qoldiring. Hammaga xayr.